Dersimiz ayrıldığından qovruk kebap. Gerekli materyallar 3 tane tuxum, muvafık miktarda tuz, zira, muvafık miktarda ak güncüt, bir baş piyaz, 10 gram kraxmal, muvafık miktarda kebap tekstüsü, 1 kilo qovruluk göşe. Eğer kıvagan göşke muvafık miktardaki zira, tuz, bulan sevalmiz. Kraxmalını sevalmiz. Ezip tayaq qavrilgan piyazimizni sevalmiz. Ak piyaz işe salan buldu. Tayaq qilingan qo'r go'shtning ustiga boyaqi materiallarimizni hammasini to'kamiz. Oq günjutdan boshqasini xonimlar. Mal kebabnikini men yerimini ishlatdim. Kebab tetkusiniki yerimini ishlatdim. Faqat mush oq günjutni lab qolmiz xonimlar. Qolgan materiallarimizning hammasini mush go'shtning ustiga to'kamiz. Yuqorqi materiallarni qo'ygandan keyin aralashmani tekshir aralashtirib tamlantirib olamiz. Agarda aralashma suvi qo'yib qolsa, sal suyuqroq qo'yib qolsa, buni ozroq un sep aralashtirsanglar bo'ldi. Açıqraq qilib yeyishni yaxshi ko'radigan xonimlar buningga biza yanjilgan qizil mo'shdan silib aralashtirsanglar bo'ldi. Biz bu tayyor bo'lgan aralashmani 40 minutdan 1 soatgacha tamlantirib olamiz. Buna xonimlar 1 soatmi o'tdi. Buni tamlantirib olgan bu go'shtimizni lesqa mushundaq chiroq qizib olamiz. Ondan buning tagiga mayni surmaymiz xonimlar, mush badida tizsaq bo'ldi. Agar bo'lsa biza mayliq go'shtni asos selasanglar bo'ldi, yaxin mezlik pishish uchun. Xonimlar buna bu go'shtimiz pishqicha bu baş piyazni yumaloq, baş piyazni inchik to'g'rab ustiga tuz sepib olamiz, günjutimizni tayyor qilib olamiz. Ondan bu xil ko'ksiyimizni taqsimon ustiga tizib, chiroq tizib olamiz. Bugungi kebabimiz mana pishdi, xonim qizlar. Xo'p pishgan qo'ruq kebabimiz, intayin mizlik, shundoq chiroyli churuk pishdi. Intayin yeyishlik, boyaqi tayyor qilib olgan piyazimiz bilan günjutimizni ustiga shundoq chiroyli bezash uchun chechib qo'yamiz. Ondan bugungi dars tamam.